Hayolimizda bo'ladigan ideal planlar va hayotimizda bo'ladigan real voqealar har doim ham bir xil bo'lmas ekan. Bugun challenjimizning ikkinchi kuni edi va men uxlab qoldim. Ertalab bugun 5 da tura olmadim. Lekin shunaqa tez get ready with me oldim. Onam menga kostyum tikyotdilar, uni ham primerka qilib berdim. To'g'risi bugun obrazim nimagadir menga yoqmadi. Sizlar qanaqa deb o'ylaysizlar? Обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun bizning turistlarimiz uchib ketishligi kerak, men ularga dokument olib borib berishim kerak. Shu uchun tez yugurib aeroportga keldim va dokumentlarni qo'limda edi. Ularga berib yubordim. Shunaqa chamadonlari bilan turadigan oilaviy sayohatchilarimizni juda ham yaxshi ko'raman. Butun emotsiyaligini mana shu aeroportda ko'rsanglar bo'ladi. Aeroportimizning Sky Lounge ochilibdi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yozda bunaqa terrasalarda mazza qilib o'tirishingiz mumkin. Yana reyslarni kutasizlar. Так что полезно приятным bo'ladi. Keyin ishxonaga keldim va Muxlisa opam bilan ko'rishdim. Muxlisa opamni ko'pchilik tanisa kerak, chunki istoriyalarimda har doim qo'yib turaman. Обязательно подписка tashlaylar. Biz Girl Boss Challenge-ni birga qilamiz. Hayotimizni birga o'zgartiramiz.